kerak. O'zbekiston tarixida ayollarning rolini o'zgartirgan matnlar muallifi shunday yozgan edi. Bu birinchi o'zbek jurnalist ayoli Nozimaxonimning hikoyasi. Nozimaxonim birinchi o'zbek jurnalist ayoli, shoirasi, Beshyog'ochda tavallud topgan. U paranjiga qarshi chiqishga jur'at etganida uning she'rlarini xavfli deyishgan. O'sha vaqtlar paranji va chachmon ayollar milliy kiyimining majburiy qismi sanalgan. Vaqtli turmush qurishlar keng tarqalgan, qizlarning ta'lim olishi esa juda cheklangan edi. Zaif va mazlumlarni xorlab, ular bizni qul deb atadi. Ammo biz bilimdan qanotlar yaratib, o'rnimizdan turamiz. Jamiyatning tazyiqiga qaramasdan, Nozimaxonimning ishlari gazetalarda chop etilar edi. U tanqidga uchragan, chunki u siz bilan biz ta'lim olishimiz, orzu qilishimiz va eshitilishimiz uchun kurashib, ta'limda tenglik va ayollarning erkinligi haqida yozgan. Bugun biz orzular haqiqatga aylanadigan dunyoda yashamoqdamiz, lekin har doim kimdir bu yo'lga birinchi tamal toshini qo'yadi. Siz ham boshqalarni ilhomlantiruvchi insonga aylansangizchi? Nozimaxonim ko'plab ayollarning ovoziga aylandi. Maqsadlaringizga erishish uchun siz yana qanday qadamlarni bosib o'tishingiz kerakligini izohlab yozib qoldi.